O'zini sevgan xonimlar pirogini atigi 5 minutda qilamiz. Merengue rulet qilganimizda har gal tuxum sariq qolib ketganda o'ylayotib buni nimaga ishlatvorsa bo'lardi. Xo'sh, unda boshladik. Tuxum sarig'iga shakar solib, yaxshilab mikser qilib olamiz. Shunaqa massa bo'lishi kerak. Ketidan yumshoq saryog' va komnatning temperaturadagi kefir, muzli solsangiz cho'kib qolishi mumkin. Shuning uchun kefirni albatta iltib olish kerak. Ketidan un va kabartmani aralashmasini solamiz. Bizda esa sinovdan o'tgan lamusda kabartmasini ishlatamiz. Aralashtirib oldik. Shunaqa massa bo'ldi. Shishali idishimizga ozgina tagiga yog' surib, polni massamizni quyib, qizigan duxovkada pishirib olamiz. Shishali idishga solish majburiy emas, oddiy listga solsangiz ham bo'ladi, faqat sal pastroq chiqadi. Keyin ustiga shunaqa rangli mevalarni qo'yib oldim, ishtaha ochish uchun. Mevalarning suvi chiqadi deb, ustiga pesочный krushka, streyzelni sepib bordim va duxovkaga yarim soatga pishirishga qo'yib yuboramiz. Eng qiziq joyini aytaymi, maktab paytlarimda pirog qilganda hech ham o'xshamas edi, lekin o'xshamadi deb orqaga ham qaytmaganman. Balkim shu sabab konditorligini tanlagandirman. Xo'sh, pirogga qaytamiz. Pirogimiz pishdi. Shunaqa hidi zo'r chiqdi, yumshoq chiqadi. 3 kungacha o'zini yumshoqligini saqlab turadi. Bunga ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, saryog'i unaqa ko'p emas, qaymog'i yo'q, lekin tuxum sarig'ining hisobiga shunaqa yumshoq turadi. Polni retsept esa